mana tovarlarimni olib chiqdim. Bundan bir necha oy oldin, ya'ni o'tgan yilni sentyabrning oxirlarida shu kompaniyaga kirib kelganman. Hozir direktorlik zvanyasidaman. Alhamdulillah, yetdim. Maqsadimga yetdim. O'shanda ham birinchi kelgan, hozir kirib kelgan videolarimni qo'yishim mumkin va hozirgi natijalarim. Imkon yo'q, eplolmayapman, qo'limdan kelmaydi. Qo'rqaman deyish eng yomon narsa. Hamma narsa inson xohlasa hamma narsaga erishadi. Men eplolmasligim mumkin edi. 3 ta farzand bilan uyda turgan holatda hozir mana katta komandam bor va har katalog 100 dan ziyod zakaz uraman, 100 balldan ziyod bu degani o'zbek so'mida 2 milliondan oshadi. Shunaqa. Mana tovarlarim hozir mana bir korobka, bular hammasi sotuvda va mana bunaqangi mana urganmiz. Xullas, qo'rqish kerak emas. Qo'rqqan inson hech qachon yetolmaydi. Mana men Rossiyadaman. Hech qachon qo'rqqan inson o'z maqsadiga erisha olmaydi. Buni doim yodingizda tuting. Tavakkal qilgan insongina erishadi o'sha narsaga, o'zini xohlagan. Siz xohladingizmi bo'ldi. O'sha sizdagi o'sha xohish energiyasi sizni xohlagan eshigingizga olib boradi.